Buxoroy Mir Arab madrasasida ikkita talaba hayit kuni deydi. Birinchi safga o'tirib hayit namoziga chiqib, birinchi safga o'tiryapti. Biroz o'tirsa, qani yo'l beringlar, po'sht qochinglar, yo'l ochinglar desa, Buxoroni amiri Ali davlat arkonlari bilan kirib kelayotgan ekan. Endi oldidan joy berib o'tiribdi. Haligi talabalar podshoh amir o'tirgandan keyin bittasi qitmirlik qilib ataylab podshohga eshittirib, "Do'stim" debdi, hali kursdoshiga "Do'stim" ha desa, shu podshohimiz Amiril Buxoro agar 1000 dirhamdan pul berganda ikkalamizga keyingi Qurbon hayit kuni o'sha amirimizga bir Xizr alayhissalomni ko'rsatardiga debdi. Hayit namozlar o'qilibdi. Hamma tarqiyasa amir bu yoqqa kellaring debdi. Bu yoqqa kelinglar deb boya nima dedilaring? Agar Buxoroni amiri 1000 dirhamdan pul bersak, keyingi hayitga Qurbon hayitiga Xizrni ko'rsatamiz dedilaringmi? Sallitni ham bizi etdik. Xazinabon debdi. Labay bularga 1000 dirhamdan ber debdi, tez dedi. Berdiribdi. Xursand endi cho'ntagida pul to'layu, naryoqda gamburger, manbarda cheeseburger. Endi xursanda 1000 dirhamni dadasi bermaganda 1000 dirham Dada, Labay, qayerga ketyapsiz? komandirovkaga Qachon kelasiz? bir oylarda kelib qolaman. O'g'lim, sen ham kap-katta bola bo'lib qolding. Men yo'qligimda oilali erkagi sensan. U qanaqa bo'ladi? Yaxshilab eshit. Iloj bo'lsa yozib olgin. Qara, bir oyda yeb ichish uchun 2 marta katta ro'zg'or qilasan. 4 kilogram go'sht, 5 kilo un, 3 litr yog', 2 kilo shakar, 2 kilo sariyog', shedriy somsadan olgin. 10 kilo kartoshka, 6 kilo piyoz, 3 kilo qizil, 3 kilo sariq sabzi, 4 kilo pomidor, 4 kilo bodring, 6 ta taglik. Taglik? Nimaga? Opang bilan jiyanlaring kelishadi, jiyanlaringga. Opang qaytib ketayotganda taksiga o'tkazib yuborgin. 27 ming. 2 kilo makaron, 2 rishokka tuxum, 2 kilo mosh, 1 kilo sir. 2 kilo kolbasa sachmosi. Sut, qatiq, nonni kunara svejiy olib kelgin. Sovun, parashok, shampun, chistol, bularning hammasini qanaqasini olasan, nechta olasan, oyingdan so'raysan. Lekin xarajatlarning hammasini yaqin do'kondan qilasan.